O'rtoqlar, savol javobni boshladik. Tenderlar va davlat xaridlari bo'yicha savollarni qabul qilamiz. Shu bilan vebinarimiz tugaydi. Kursni o'qib ketgandan keyin necha pul topa olaman? Endi bu qiyin savol, hamma har xil pul topadi. Masalan, Garvardni bitirganlar necha pul topadi degan savolga javob berish qiyin. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Men o'ylayman, endi oyiga hachabi 2 ta shartnoma, katta emas, 50 million so'mlik shartnoma qilsanglar, 3 ta shartnomadan hachabi $500 qo'ysa ham $1,500 pulinglar bor. 10-15% qoladi bitta shartnomadan kamida. Bunga bu juda qiyin savol. Ma'ni endi bizda o'qib ketgan bolalar har xil topgan, 4000, 5000, 11000 topgani bor. Endi meni esimdaligi eng kattasi 11000 pul berganmiz. O'sha bitta shartnomadan sof foydadan 10% ni olgan biz student, biz bilan birga hamkorlikda ishlagan 11000 olganini eslay olaman. Eng ko'p summa. Tak 3-4 ming ham bo'lgan. Xullas, har xil odamning o'ziga bog'liq. Asosan mehnat qilish kerak. 30 ta shartnomada 30 ta lotda qatnashsangiz, 5 ta 6 ta lotda yutasiz. Ko'pi bilan o'sha 5 ta 6 ta shartnomadan 10% dan qolsa ham juda normalniy pul bo'ladi. Asosiy bizning ishimiz ko'proq qatnashish. Ko'proq qatnashsak, ko'proq shartnoma yutamiz. Agar bu sohada pul topish imkoni bo'lsa, nimaga boshqalarni o'rgatasiz? Bunaqa savol bizga kelib tushgan 3-4 martalab. Xo'p, nimaga o'rgatamiz? Chunki biz o'qitgan studentlarimiz bizga tekin ish kuchi. Biz aytamiz, agar bizda o'qib ketgan odamlar uchun biz o'rgatganda bitta tenderi prarabotka qilib yetkazib beruvchini topib hisob-kitob qilib bizga ko'rsatsangiz, biz o'zimizni korxonadan investitsiya kirgizamiz. Biz o'zimiz o'sha tenderda qatnashamiz korxonamizdan. Sof, toza qolgan foydadan 10-15% studentga beramiz. Shunda studentlar ham yutadi bizda o'qigan, biz ham yutamiz. Ularga tajriba orttirish kerak. Ishni boshlash uchun bizga oborotimizni ko'paytirishimiz kerak. Biz ham kimnidir menejeri ishga olib, unga oylik berib, o'qitib, u yana boshqa joyga ketib qoladi. Ishni o'rganayotgandan keyin biz oldin shunaqa ishlaganmiz. O'shanga biz boshqalarni o'rgatamiz. Keyin biz ko'plar aytadi, sizlar konkurent, o'zingizlarga konkurent tug'asizlar-ku deb, lekin unaqa emas. Biz 2 milliarddan baland bo'lgan proyektlarni ko'ramiz. Babi endi yangi sohaga kelgan odamlar hammasi mayda-chuydada qatnashadi. Mayda lotlar ko'proq bo'ladi. Deyarli 70% butun tenderlardan 1,5 million ta lot bo'lsa bir yilda 70% mayda-chuyda lotlar bo'ladi. Shunga lotlar hammaga yetadi, undan problema yo'q. Shunga biz boshqalarni ham o'rgatishga qaror qilganmiz. Chunki bizni oborotimizni aylantirib beradi bular. O'zingiz shu sohada necha pul ko'p topgansiz? Ko'p topganman. Eng katta shartnomadan 80 ming yevro topganman bitta shartnomadan. Tenderni yutdim, lekin pulni ola olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Pul olmayotgan bo'lsangiz, bizda ham shunaqa studentlar bor. Bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda davlat xaridlari ishtirokchilari uyushmasi bor, yuristlarimiz bor, yordam beradi. Xo'p, yuristsiz o'zingiz nima qilsangiz bo'ladi? Birinchidan pretenziya xat yozasiz unga. Pretenziya xat bu o'sha suddan oldingi bo'ladigan разбирательство hisoblanadi. Pretenziya yozasiz, 10 kun kutasiz, 10 kunda reaksiya bermasa, sразу sudga berib yuborasiz. Sud sizni o'sha asosiy qarzingizni peynalar bilan olib beradi. No, где-то 60-70% pretenziya berganingizdan keyin ular o'zi qo'rqib sразу to'lab oladi. Broker bo'lib lotni yutib berdim, lekin pulimni bermayapti, nima qilsa bo'ladi? Biz ham bunaqa ko'p muzlaganmiz yoshligimizda. Birinchi shartnoma qilib qo'yishinglar kerak. Bizda o'qigan studentlarga shablonlarni beramiz. Обязательно shartnoma bo'yicha ishlash kerak. Mana quruq gap, labizga ishonmanglar. Bu hozir unaqa narsalar chez dostoinstvo qolmagan. Tinchgina dokument bilan qog'oz qo'lingizda bo'lsa, ertaga sud orqali undirib olasizlar. Oddiy agar tanish bilishinglar, ishongan odaminglar bo'lmasa, ko'chadagi odamlarga ishonmanglar. Sizlarda onlayn o'qisa bo'ladimi? Onlayn o'qisa bo'ladi, problema yo'q. Praktika ham onlayn, darslar ham, video darslar ham, undan muammo yo'q, bemalol. Где-то 40% studentlarimiz onlayn o'qiydi. O'qishdan keyin yordam bo'ladimi? O'qishdan keyin yordam bo'ladi yana 1 yil davomida. O'sha kuratorlaringizdan telefon qilib yordam so'rasanglar bo'ladi, ustozlaringiz yordam beradi. Keyin guruhlar bor, gruppalarda tenderchilar o'tiradi, o'shda ham savol-javob yopilsa bo'ladi. Ja bo'lmasa ofisimizga kelsangiz, mana shu yerda bolalarning o'zi yordam berib yuboradi. Undan problema yo'q, chunki bilamiz, 1 oy o'qishdan keyin sразу super tender bo'yicha mutaxassis bo'lib yetib chiqish masala, unaqa волшебный tabletka yo'q. Va bu tajriba kerak, yarim yil, 1 yil, 2 yil, 5 yil. O'rtoqlar, agar sizlarda ham savollar qolgan bo'lsa, bizni bepul vebinarimizni albatta tomosha qiling. Xayr.